Trenajyorlar, massaj kreslolar qidiryapsizlar, lekin qayerdan xarid qilishni bilmayapsizlar. Do'konimizga kelsanglar, bizda katta assortimentda zal trenajyorlari desanglar, zal trenajyorlarini qilib bera olamiz. Ya'ni bularning ichida begovoy doroshka yoki alohida multi trenajyorlar hisoblanib ketyapti va undan tashqari uyga agar kvartiralarga, domlarga kichkinaroq trenajyorlar xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ularni ham qilib berishimiz mumkin. 120 kilodan boshlanib 150 kilogacha mo'ljallangan har xil ko'rinishdagi variantlarimiz bor begovoy doroshkalarda. Takja velo trenajyorlarimiz ham do'konni o'zida bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi kelib. Har xil funksiyaga ega, vazn ko'tarishlari, ko'rinish, gabaritlariga qarab narxlar o'zgarib boradi. Undan tashqari ko'pchilik bilgan lija trenajyorlarimizni ham do'konga qo'yib qo'yganmiz. Lijalarning ham ko'rinishlari har xil, vazn ko'tarishlari har xil. O'zingizlar joyida kelib, bemalol unisini ham, bunisini ham ishlatib ko'rib, ma'qul kelganlarini xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Har kuni 9 dan 7 gacha Nurafshon ko'chada bo'lamiz, do'konimizda bemalol kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha hamma ma'lumotlarni o'zimizga berib o'tamiz. Undan tashqari massaj kreslo desanglar, massaj kreslolarining o'zini ham do'konga kelib bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Ko'rib turganinglar assortiment juda ko'p. Hammasini birma-bir tushuntirib o'zimiz qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Kreslolarimiz ham har xil gabaritiga, massaj ko'p kamligi, oddiy har xil mexanizmli bo'lgani hisobi bilan massaj qiladigan variantlarimiz bor. Bularning orasida qisqacha tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsak, kichkina variantlarimizdan mexanizmlarini ko'rsatib qo'yamiz. Ikkita shariklari, bo'yinni qiladigan dumaloq 3 talik shariklari bo'ladi, badamdan polni o'tgan. Qolgan hamma modellarimiz rolikoviy model hisoblanadi. Rolikoviylari ham ikkita katta, ikkita kichkina rolik bo'ladi. Rels orqali tushib chiqib har xil usulda massaj qiladi. Shunaqa massaj kreslo, trenajyorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelaverasizlar. Undan tashqari futbol kategoriyamiz, bolalar uchun roliklar, massajyorlar har xil variantli do'konni o'zi topsanglar bo'ladi. Hammanglarni do'konda kutib qolamiz.